Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar. Bugun vektorlarning vektor ko'paytmasini ko'rib chiqamiz. Bizga A, B, C vektorlar berilgan bo'lsin. Endi vektorlarning vektor ko'paytmasining belgilanishlari. Birinchi belgilanishi A vektor mana bunday ko'paytma x shaklidagi va B vektor. Bu A vektorni B vektorga vektor ko'paytmasi ekanligini bildiradi. Qayerda ko'rsangiz. Yana bitta belgilanishi bor. A vektor virgul B vektor ikki tarafdan to'rtburchak qos bilan berilsa ham bu ham A vektorni B vektorga vektor ko'paytma ekanligini bildiradi. Mana shunda ikkita belgilanishi bor. Bu ikkalasi o'z-o'zidan bir-biriga teng. Endi A va B vektorlarning vektor ko'paytmasi uchun 3 ta sharti bor. Birinchi sharti A va B vektorlarni vektor ko'paytirganimizda C vektor hosil bo'ladigan bo'lsa, demak birinchi shart A vektorimiz va C vektorimiz o'zaro ortogonal. Xuddi shunday B vektorimiz va C vektorimiz ham o'zaro ortogonal bo'ladi. Ikkinchi shart C vektorining uzunligi A va B vektorlarga qurilgan parallelogramning yuza birligiga teng bo'ladi. Ya'ni A vektorining moduli ko'paygan B vektorining moduli ko'paygan sinus A vektor va B vektorlar orasidagi burchak sinusiga teng. Demak, mana shu yuza birligi, mana bu yuza birligi C vektorining uzunligiga teng. Uchinchi shart A dan B ga qarab burchakni o'lchaganimizda soat strelkasiga teskari ravishda A dan B ga qarab soat strelkasiga teskari ravishda o'lchagan burchagimiz soat strelkasi bo'yicha o'lchagan burchagimizdan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni kattaligi soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda olingan burchagimiz soat strelkasi bo'yicha olingan burchakdan kichkina bo'lishi kerak. Mana shu holatda A, B, C vektorlar o'zaro 10 uchlik tashkil qiladi. Aks holda chap uchlik hosil qiladi. Shuning uchun demak bizda 10 uchlik hosil qilishi kerak ekan. Uchinchi shartimiz. Uchlik hosil qilishi kerak. Mana shu 3 ta shart bajarilsa, demak A va B vektorlarning vektor ko'paytmasini hosil qilgan bo'lamiz. Endi boyagi mana A vektor bo'lsin, mana bu B vektor bo'lsin. Mana A vektor, mana B vektor. Soat strelkasiga teskari yo'nalish mana bu yo'nalish bo'ladi. Mana bu yerdagi burchak soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha olingan burchak phi soat strelkasi bo'yicha yo'nalgan burchakdan
kichkina. Bu holatda demak A, B, S vektorlarimiz 10 uchlik hosil qiladi va vektorimiz S vektorimiz mana bunday yuqoriga yo'naladi. Mana shu holatda A, B, S vektorlarimiz 10 uchlik tashkil qiladi. Agar teskarisi bo'lsa, ya'ni mana bu A vektorimiz bo'lsa, mana bu B vektorimiz bo'lsa, o'z-o'zidan soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalgan mana bu burchak soat strelkasi bo'yicha mana soat strelkasi bo'yicha olingan burchakdan katta. Demak, o'z-o'zidan A, B, S vektorlarimiz chap uchlik hosil qiladi va bu chap uchlik hosil qilgani uchun S vektorimiz pastga yo'naladi. Endi tushungan bo'lsak, S vektorining koordinatalarini qanday topamiz? Bizda A vektorining koordinatalari x o'qidagi qiymati ax, y o'qidagi qiymati ay, z o'qidagi qiymati az bo'lsin. B vektorimizniki esa bx, by, bz. Endi demak S vektorimiz barobar bo'lar ekan I, J, K birlik vektorlarimiz birinchi. Endi bu yerda undan oldin mana buni yozib yuboray. A vektor ko'paytma B vektor barobar I, J, K ax, ay, az. bx, by, bz. Mana shu determinantni hisoblasak, S vektorining koordinatalari I ning oldidagi koeffitsient, J ning oldidagi koeffitsient va K ning oldidagi koeffitsiyentlardan hosil bo'ladi. Mana buni soddalashtirib yozsak ham bo'ladi. Demak, ay, az, by, bz ko'paygan I vektor minus ax, az, bx, bz ko'paygan J vektor plus K vektor. Endi ax, ay, bx, by ko'paygan K. Mana shu yerdagi vektorning koordinatalari S vektorining koordinatalari x o'qidagi koordinatasi. Demak, ay ko'paygan bz minus az by ekan. Birinchi koordinatasi mana shu qiymatni hisoblasak, endi ikkinchi koordinatasi y o'qidagi bx az minus ax bz ekan. Uchinchi koordinatasi ax by minus bx ay. Mana shu qiymatlarni hisoblasak, demak, S vektorining koordinatalarini hisoblagan bo'lamiz. Misol, A vektor bizda 1, 2, 3 bo'lsin. B vektorimiz B vektorimiz 1, 1 bo'lsin. Shu paytda S vektorini topish talab qilinsin.
Endi birinchi savolimiz. A vektordan B vektoriga yo'nalgan soat strelkasi qarama-qarshi ravishda o'lchagan burchagimiz soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha o'lchagan burchagimizga teng bo'ladimi, yo'qmi? Buni o'zingiz tekshirib ko'ring. Demak, S vektor barobar A vektorining koordinatalari 1, 2, 3, B vektorining koordinatalari 1, 1, 1. Bu yerda tartib juda ham muhim. Mana birinchi A vektorini qo'yganim uchun birinchi A vektorining koordinatalari yoziladi. Mana bu ikkinchi satrga. Ikkinchi B vektorini yozganim uchun mana bu uchinchi satrga B vektorining demak koordinatalari yoziladi. Barobar hisoblaymiz. 2i plus 3j plus k minus 2k plus j plus 3i. Soddalashtiramiz. Minus i vektor plus 2j vektor minus k vektor. Demak, S vektorining koordinatalari minus 1, 2, minus 1 ekan. Endi sizlarga savol. A, B, S vektorlar o'ngishlik hosil qiladimi? Chabushlik hosil qiladimi? Endi hosillar. A vektorini B vektoriga vektor ko'paytirsak, bu minusdan B vektorini A vektoriga vektor ko'paytirganimizga teng bo'ladi. A vektorga vektor ko'paytiramiz. B vektor plus qandaydir S vektorni qo'shib, keyin vektor ko'paytirganimiz. A vektorni B vektoriga plus A vektorni S vektoriga vektor ko'paytirganimiz. Endi proba alfa A vektorni B vektoriga vektor ko'paytirsak, A vektorni alfa B vektoriga vektor ko'paytirsak, barchasida sonni oldiga chiqarib qo'yishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.